Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aziz vatandaş, Sharq Turkistonlik muhojirda yashayotgan dunyoning har qaysi yerlarida vatanning ozodligi uchun, vatanninki mustaqilligi uchun untinsiz xizmat qilayotgan barliq Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmon qarindoshlarim, hammanglarga men Bilal Ibrahim Turkistoniydan o'tliq salom. Necha kundan yoqi Tor dünyasida qaynayotgan Sayram O'g'loniydan iborat bu insonninki videolari, rasmlari butun dunyoni bir oldi. Ben necha kundan yoqi bu insonlarning chiqargan suratlarini, buningdagi yozgan yorumlarni, inkaslarni bir qo'r kuzatgandan keyin ben bu to'g'risida bir javob berishni to'g'ri ko'rdim. Chunki men bir vatanning davosini qilayotgan, dinning xizmatini qilayotgan bir inson bo'lganligim uchun ham shu Misrda men turgan o'z vaqtida 2007dan ta 2011gacha Misrda 4 yil o'qish hayotim va boshqa ishlar bilan o'tgan. Undan keyin 2011dan boshlab Amerikaga keldim. Amerikaga kelgandan keyin Mush yerda o'zimga tushliq vatan davosini ish bo'lsin, diniy xizmat bo'lsin qilib ketib boramiz hamda alhamdulillah. Hamda bu Sayram O'g'lonining ishiga kelsak, bu Sayram O'g'lonininki bu qilgan ishi haqiqiy bir munofiqlikqa, josuslikqa, xoinlik yotidi qarindoshlar. Bu nima bunda deysan? Desa bizning dinimizda musulmonlarning manfaati uchun, musulmonlarni yo'q qilish uchun g'ayri dindikilar bilan undan keyin o'zining millati qirilayotgan ashunda bir dahshatlik bir vaqtning o'zida Xitoy kafirlaridan iborat mushunda bir bizga dushman bo'lgan bir o'zimizningki haqiqiy dushmaniga xizmat qilish, bular bilan eg'iz burun yalashish, bular bilan bir yerda yetib qo'pish, birga o'ltirish. Bundan iborat bir hamda nima deymiz hamda bu narsalarga men jiq bir narsa nima deyishimni bilmayman hamda bundan ortiq hamda bir dalil isbot bundan ortiq bir narsa bo'lmaydi qarindoshlar. Shu sababdan men bu Sayram O'g'loniydan bu insondan bir necha savolni so'rab boqqim keldi va undan keyin boshqa qarindoshlarning so'ragan savollariga men javob beraman va undan keyin yana boshqa gaplar olsa deyishimiz. Ammo bu yerda vaqtni jiq ilib, gap yo'g'iltib, boshqalardek vaqt sarf qilmaymiz inshaalloh. Hey Sayram O'g'loniy, sen bir din o'qigan nima ekansan? Men sendan so'rab boqaysan, oyat hadislarni keltirib, uni deb, buni deb, seninki shu 1 soatlik videoing bo'lsin, 30 minutlik videoing bo'lsin, men ko'rib chiqdim. Men seni Misrdagi o'qiyotgan vaqtimni ko'rmagan. Men ketgandan keyin kelsa 2015 4-oyning oxirlari. Sen ash bir qator oyatlarni yozib yetibsan. Men sana oyat bilan, hadis bilan javob beray. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari va al-ulama warasatul anbiya, olimlar payg'ambarlarning varisi deb. Sen shu dinni o'qibsan. Sen nayt yaxshi o'qibsan o'zing deyishcha. Sen mushu al-ulama warasatul anbiya, olimlar, o'limalar payg'ambarlarning varisi degan oyatni sen bu yerda noto'g'ri tushunib, josuslar, xoinlar o'zining millatiga ziyonkashlik qilish uchun Xitoy kafirlaridan iborat shunday bir dushman millatga xizmat qilish uchun qilsa. Bu birinchi. Men sana shunday qo'yim. Haqiqiy din o'qigan odam, haqiqiy al-ulama warasatul anbiya degan hadisninki hukmiga asosan ish qilgan odam ming qiynalib ketsimi, o'lsimi, oshqosimi, boshqalar tarafidan o'ldirilsimi, bunday ishni qilmaydi men sana qo'yim. Sen nurg'un narsangda tinib olsa, gapga bak ustikansa, undan keyin
bu yerda gap yo'g'iltib sen o'zingni mas'uliyatni olib qochibsan. Agar senda mayli men iymonni surishtirmayman sendan. Azroq vijdon bo'lsa, azroq vijdon g'urur bo'lsa, sen xato qilganingni deyting. To'g'ri, men bundan nimalar bilan men chaqirilgan. Shu sababdan borgan men u yerga. Xalqim meni kechiringlar bu deganmisan, u gap bu vaqtda uning yo'li boshqa bo'ldi. Ammo sen shu 1 soatlik gapingni so'zlabsan faqat o'zingni aqlash uchun. Undan keyin 30 minutlik gapingni anglab chiqdim. Hamman to'liq anglab chiqdim. Bu yerda hech qanday gapingninki tutanma chiqidek bir gaping yo'q. Butunlay quruq gap qilib, gap setib, yana shu xalqni aldashdan boshqa narsani qilmay chiqib ketibsan. Sen bu al-ulama varasatul anbiya degan hadisning hukmiga asosan sen bu payg'ambarlarninki varis emas, payg'ambarlarninki dushmani bo'lsa, musulmonlarning dushmani ham ezilayotgan hozir Xitoy kafirlar tarafidan dunyodan yo'q qilish girdobiga berib, yo'qilish oldida turayotgan Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmonlarninki ziddiga chiqibsa. Unda bo'lsa Sura Hujuratning 9-oyatida ya ayyuhallazina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqulloha la'allakum turhamun degan oyatni men mush insonga chapan yipayotgan, mush insonga ko'tarimkashlik qilayotgan, mayli o'lima bo'l, olim bo'l, nim bo'l, odatdagi fuqaro bo'l, buning bilan og'ayni bo'l, nim bo'lsang mayli uning bilan mening ishim yo'q. Mush oyatni sizlar qanday tushunsizlar? Bu oyatning tarjimasi qarindoshlar. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqulloha la'allakum turhamun. Mu'minlar haqiqatan dinda qarindosh. Bular azarlashib qolsa, urushib qolsa, bularning orasini tuzanglar. Allohdan qo'rqinglar, Alloh taqvodorlik qilinglar deydi. Sizlar bu oyatni mushayda noto'g'ri qo'llanibsizlar, noto'g'ri ishlatibsizlar. Bir odam xato ishni qilayotgandan keyin ma xatoni qilma, ma ishing xato bo'libdi, mani qilmag'in deb to'sash bizningki dinimizda emas. Hatto odatdagi aqlli bir insoniylikning bor narsa bu qarindoshlar. Men ashu nurg'un o'limalarninki ashu davatgan masalan qarindoshlarimizning va boshqa ba'zilarini tor dunyosi taniyman, ba'zilarini o'sha WhatsApp toptirdim yana bir ham sosyal media. Lekin biring haq gap qilmoqchi. Mush insonninki videosi chiqqandan keyin mushninki yozmalarini, mushninki mushu jasus xoin, munofiq, xatarlik insonligi mushayda chiqqandan keyin bir o'lima mayli Turkiyada bo'lsin, mayli qayerda bo'lsin, hamma mas'uliyatdan qochib biring haq gap qilmading. Biring haq gap qilmading. Mush haq gapni qilmaganligining hisobini berishmamsa, buni berishsan inshaalloh. Allah qalasa bunun hesabını berishsan inshaalloh. Bermaydigan ish yo'q. Bu bir. Ondan keyin hamda Misrda qandaq ahvollar ostida bu insonlar shu konsulga kirib, markazdan kelgan insonlar bilan hatto boshqa yerdan kelgan Misrdagi Uyg'ur bolalarning ahvolini bilishni xohlaydigan o'sha cho'ng-cho'ng insonlar bilan qanday insonlar ko'rishdi deganda. Misrda Qoyirada shu vaqtda men 2007 chiqsam Beijing Islom shoyidan, Beijing Islom universitetidan, undan keyin Urumchi Islom shoyidan bo'lib 20 ga yaqin bola kelgan. Men chiqib 2-3 oydan keyin, 3-4 oydan keyin kelgan. Shu nimediki 4-ni chiqarib qo'ygan Abdumat Atush deganlarmi shu 2007'ning oxirida kelgan hamda. 2008'da chiqib. Men ular kelgandan keyin 1 yildan keyin 5-6 oydan keyin ko'rgan. Va alaykum assalom. Shu vaqtda bular kelgandan keyin bularni shu Misrdagi haqsiz yotoqqa o'rlashtirdi. Chunki Urumchi Islom shoyidan kelganlar bo'lsin, Beijing Islom shoyidan kelganlar bo'lsin, bular butunlay bevosita hukumatninki yo'l orqali hukumat tarafidan evatilib, bu yerga o'rilishidi. Undan keyin ashar qilgan ijroat rasmiyat hamda. Ijroat deydi arabcha. Shuni ashadagi o'zininki odamlari, tunishlari orqali
Becirdi. Biz olsak şahsen bizga o'xshashlar hamda o'zimiz shaxsiy chikatgan har xil sabablar bilan chiqib o'qiganlar o'zimizning puliga. Chunki bizga hukumatdan pul vermaydi. Hukumat orqali kelmagan. O'zimiz shaxsiy pasportlarni pari berib, yana bir qilib boshqa bir yo'llar bilan shaxs chiqib kelganlar yomon jiq. Shu vaqtda jiqkan men bo'lsam. Lekin hamda o'qiydigan maktabimiz o'xshash. Biz Ürümçi İslam şöyünden, İslam Universitetinden kelganlar, Beijing İslam şöyünden, Beijing İslam Universitetinden kelganlar. Ular bevosita hukumatdan kelganligi uchun ularning hamma narsasi o'rinlashtirildi. Undan keyin men shu vaqtda anglasam, Misrda shu bizning ichimizga qo'ygan Xitoy g'alchilari hamda o'quvchi qiyofatda, ammo Xitoyga ishlaydigan shunday insonlarning borlig'ini shu vaqtda g'ilpal anglagan. Anglab, undan keyin buni hamda yo'q deyolmaymiz. Shunday ishlar bor ekan deb qo'ygan, ammo buning borlig'iga hamda men ishongan. Chunki Xitoy har bir Uyg'ur jiqiyada cho'qim o'ziga sodiq bir odamlarni tanlab, imoni ojiz, vijdoni yo'q, g'ururi yo'q, pulg'amroq, manfaatkamroq, huquqamroq insonlarni tanlab chiqib boshqurdi ham. Tarixda ham bizni shunday boshqarib kelgan Xitoy. Qachon bizning vatanimizga besib kirdi? Şunun o'xshash, masalan, Amerikada bo'lsin, Kanadada bo'lsin, dunyoning har qanday yerda mayli din o'qilmagan o'quvchilar bo'lsin, odatdagi, masalan, fanniy ziyolilar o'zining Xitoylaridan tortib, Xitoy o'qishga chiqarganlarning hammasininki kundalik turmushini, nima qilyotganini, nega bordi, hamma narsani kuzatib turadigan Xitoy hamda bu bizning islom diniga ichidan o'sh mush millatni yo'q qilsam, amalning yo'g'ida hamda bu qurib qo'ygan maktablar u. Beijing İslam şöyün, Ürümçideki ma atalmış o nəslərini. Qıb qoyğan Xitay hamda bularni bək yaxşı görüb kitib ham bularni tekşirməsmə, qılmasmə. Həmmimizin arxıbı var. Çünki kim çıxdı, kim kirib ketdi, hammasını bilib durdu Xitay. Şu Mısırdım şunda. Məsələn, o eləqə Elzat qarindişimiz ma Amerikadakı bizning debdi nima matn yoz to'xtimi alaqa Ürümchidagi Shujian Uyg'ur qo'rchoq. Shuning bilan ko'rishibdi, undan keyin so'ngaygo'ma nima alaqining ismi. Men yadimda arilib ketgili 10 yil bo'lgandan keyin ba'zi jiq narsalarni bilmayman hozir. Lekin men o'shada turgan vaqtimda ba'zi narsalarni bildim. Shular bilan ko'rishdi. Bular bilan odatdagi odam ko'rishamaydi qarindoshlar. Bular bilan cho'qim shu Xitoyga, nayt hukumatga, Xitoy hukumatiga sodiq shunda g'alchilardan ichidan tanlab chiqib aktivlarni qatnashtirdi. Burunma Misr vaqasi yuz bermasda Misr bahori hamda 2011 yuz bergan bu mastimi bati. 2017-yilda Misrdagi bolalarni tutish boshlandi. Onun oldidimi masalan men bu vaqtda bir qancha qatim Vanlochamni kaptika. Undan keyin Nurbakrimni kaptika. Uning bilan ko'rishgan Uyg'ur bolalar bor. Mayli sirtdan kelganlar bo'lsin, Ürümçi İslam şöyündən kelgan bo'lsin, Beijing İslam şöyündən kelgan bo'lsin. Ularning ismini shu vaqtda men so'rasam bermagan. Shunda qatnashgan bolalar bor ekan. Bilal Hajimov debdi-da desam bular shu hamda shu qizil bolaxni ilishlanmirga shularning yig'iniga qatnashdi o'qi degandan keyin deb qo'ygan. Amaliyotda o'z vaqtida shu vaqtda meni da'vat qilgan, masalan, ba'zilari bu shu o'quvchilar yotig'ining ichida shu Shunxiyning yana Shivnatullab deydi arabcha o'quvchilar uyushmasining ishxonasi bor edi. Men bir kuni kirgan bu yerga kirib, buningki birinchi qo'l tungan. Hech qachon birinchi qo'lni Uyg'ur qilmaydi. Yoki yordamchi yoki ikkinchi qo'l muavin bo'ldi. Buning uchun masalan Beijing İslam şöyündən yoki Ürümçi İslam şöyündən tanlab Xitoychisi bir qadar yaxshi. Shunday odamni hamda tanlab qiladi. Uningki bir qancha yordamchilar bo'ldi, ammo buning tamg'ini tutadigan birinchi qo'l tungan, masalan, Nonshading kap o'qiydiganlar va Xitoyning ichidagi shu tungan atalgan shunday insonlar bo'lsa, Beijing İslam şöyündə o'qib, asha orqali bevosita keladi. Chunki
Beijing İslam Üniversitesiga bütün Jungo'nun içideki, Xitayning içideki tunganlarni aşağı berib o'qiydi. Ningxadan, Qinghaydan, Lanzhoudan, Yabiyadan. Ashlarning içideki birisini birinchi qo'l qilib tayinlaydi. Chunki bunda qilishga maqsad Misrdagi o'quvchilarningki, Tungan o'quvchilarning va Uyg'ur o'quvchilarningki sonini bilish, undan keyin bularni tutib turish. U o'quvchilar uyushmasiga yani kirgandan keyin ya to'ldiradigan jadval bor. U jadvalni to'ldirgandan keyin o jadvalningki bir nusxasi Xitoy konsulida qoldi. Bir nusxasini faks qilib, siz qayerdan kelgan bo'lsangiz, masalan bizning vatanimizningki Ürümchidan kelgan bo'lsangiz, Ürümchiga qolgan bo'lsangiz, siz turib atgan shu o'ringa faks qilib yo'llab berdi buni. Chunki men buningga bunda keskin bir narsa deyishimlik sabab meningki dalilim bor, anglagan va shu vaqtda men nurg'un bolalarningki pasportlarini chiqarib berish uchun, iqomatlarini olish uchun pasportni uzartish kerak ku. Biz ham hozir Xitoy tili bilganligimiz uchun burun yaxshi men Xitoycha. Hozir 10 necha yil bo'ldi so'zlamay. Burunqa qaragancha chekinib ketdi. Shu vaqtlarda men Xitoy konsuliga chiqib bolalarning pasportini jadvalni to'shqizib, application to'shqizib ilish berdim. Pasportning vaqt to'shqan, bu qilgan. Buni Misrdagi bütün Uyg'urlar biladi. Meni taniydiganlar agar ishonmasanglar so'rab baxsanglar bo'ldi. Turkiyada jiq, mening qanday o'qiganligimni, nima ish qilganimni hammasi biladi. Hamda o'zimizning gapiga kelsak, shunday ishlarni qildim. O'sha vaqtda menga konsuldagi Xitoy xodim shunda degan. Biz yildim shunda o'quvchilarga pul taqitimiz. Sama berib olsang bo'lmamdi, shu pulni deganda men shu vaqt so'ragan bu pulni sizlar shu Beijing islom shoyidan kelgan o'quvchilar bilan Ürümchi islom shoyidan kelgan o'quvchilarga beramsizlar yoki shunda bizga o'xshash sirtdan mushlar Liushu o'zligidan kelib o'qiganlarga beradigan nimanglar bormi desam, ya biz shu Jungo fuqarosi bo'lgan mishada o'qiyotgan hammasiga beramiz, Azarda o'qiyotgan nimalarga. Sen agar xohlasang, mushtinki applicationni sizlarning mushu nimada nima bor? Shoshon qo'y. Shu yerga kirsang bizningki aloqador odamlarimiz bor, ashlarning yenidan Xitoy deb soldi yashadi. Shu konsulning ichida. Ma'qullik bilan olgan juma mana deb qo'yay. Shu applicationni jadvalni to'shqatsang, ular bizga akab berdi. Undan keyin biz bu pulni sizlarga shularning quli orqali yetkazib beramiz degandan keyin tamam, men o'ylash baqay deb qo'ydim. Hech qanday gap qilmadim, ifoda bildirmadim. Ammo pasportni applications to'shqan, ammo almashtirayotgan bo'lgandan keyin vaqt mustoshibdiki deb pulni to'lab chiqayotgan bo'ldik. Gap qilmadim, avtobusga tushib qaytib keldim, qaytib kelib rasmush ish mushlar degandek ashnamida men bir buni ashadiki shu shon qo'yani o'quvchilar uyushmasiga kirib bir so'rab boqay deb kirsam, ma familiyalik bir tunganimda, tunganning amisi ma'g'u. Tunganimda Uyg'urlar bilan yaqindi. So'rasam baka kirsam, o'ltada o'tirib mushlar deganda, ashunda ish bormi deb konsul degan narsani shu tunganga desam, tungan to'g'ri ashunda bo'ladi. O'quvchilarga ham demishaydik, o'quvchilarga Jungo hukumati, Xitoy hukumati kuyinib, hamda qiynalib qolmasin deb shu yildim shunda $1000. $1000dan ko'proq bo'lamdi. Uni hisoblab kelsak, oyda $100 ham. $100 degan Misrning puliga Misrdan junay qishlaymiz. $100 shu vaqtda bir 600 junay, 580 junay atrofidagi pul hamdi. Ash pulni berib turib kontrol qildiganda hamdi. Ash vaqt bilginim. 14 yilning oldidagi gap bu. Shuna ular deb deb franslashib bir yarim soatdak o'ltirib qo'yib bergan qaynoq suvni ichib hamda uni buni deyishib qaytib chiqdim. Qaytib chiqib ichimda o'yladim. Xitoy bizning mamlakatimizni bisvilib, bizni har xil yo'llar bilan shunda tutib turib, har xil yo'llar bilan boshqarib kelibdi. Din o'qiganlarni, din o'qiyman deb chiqqanlarni shunda $100 pulni oyda hisoblab berib turib, beradigan puli qarindoshlar 1 yilda beradigan puli ishib ketsa, $1000 ni o'shiqaroq ya 2000 ni bera. Shu vaqtda mening bilishimcha $1000 dan ko'proq berak, $1000 dan ko'proq pul berdi ekan. Yerga hisoblasanglar, bir oyda $100 dan to'g'ri keldi. Hech nima emas. Shuningdek men o'ylayman,
Muşu vatanimizni besvelib, xalqimizni o'ldirib, qinini ichib ma'aramdan bo'lganlar. Uningdan keyin miyada o'qiganlarni mushundaq boshqurdi ekan deb. Men ashtunga bilan so'zlashgan vaqtimda men dedim, buni cho'qim majburiy mush applikationni biz to'shqizib, cho'qim shuni to'shqizishimiz hamda majburmi, ixtiyoriymi desam, ya bunga majburlash ketmaydi, buni o'zingning ixtiyori. Xohlasang qilsa, xohlamasang buni sana majbur qilib to'shqazuv deb qilmaydi degandan keyin okey tamam deb yerdan chiqatdim. Chiqatgandan keyin mening kallamda bir narsa paydo bo'ldi. Shuning bilan men to'g'ri shuni bir so'rab boqay deb, men 2007-yildagi gapchimi qarindoshlar. Men berib bir yildan keyin, oldikayni bir yil bo'lgandan keyin bo'layotgan gaplar. Men shu yerlik qarindoshlarimdan so'ragandan keyin dinni o'qigan, uzun yil turgan. Mush pulni biz olsak to'g'ri bo'lamdi degandan keyin, endi bunda deb din o'qiganlarning hammani bir tayoqda haydab sanolmaydi-mi qarindoshlar? Chunki men shu din o'quvchi. İnsan ma beş qol o'xshash olmaydi. Bizning ustozlarimizdan aqidasi yaxshi, dindor taqvo qarindoshlarimizdan so'ragandan keyin ular dalilini aytdi. Dalilini aytgandan keyin boshqa arab ustozlardanmi shuni bir so'rab baqaylik ahvolimizni tushunib bu qolgandan keyin bu pulni ilishning to'g'ri bo'lmaydiganligini, joiz emasligini bizga degandan keyin men u pulni olmaslikqa qasam qildim. Alhamdulillah Alloh turibdi qarindoshlar. Men konsulniki $1 pulni olmadim o'sha vaqtda. $1 pulni olmadim. Application to'shqazmadim. Hech qanday bir yig'inlarga taklif qilgandim, qatnashmadim. Chunki ular buni qatnashsam bundaq foydasi bor, anda foydasi bor. Men bilgan shu. Chunki yerda turgandan keyin Xitoy bayrog'ining endi rasm tushadigan gap, uni qildigan gap, buni qildigan gap. Aytgan biz hamda dinni o'qib vatanga mayli borayli, bizga bormaymiz qo'y inshaalloh. Ham bormidik. Hozirgacha. Muşunda bir ahvollar bo'ladi. Bizning millatimizni qirishqa, millatimizning manfaatini yo'qotishqa, millatimizga ziyonkashlik qilishqa bir xil qo'llanib bizni ojiz kishi bo'lgandan keyin biz muşunda ahvollar bo'lib qoladi deb men ularning yig'iniga bormadim, so'riniga qatnashmadim. U shoshon qo'yninki a'zosim bo'lmadim, eshitmisi bo'lmadim, yilda beradigan puligimni iltimos qilmadim. Shu sababdan men bu narsadan ham yiroq turdim. Lekin bu yerda bir narsani qilib bo'ldi qarindoshlar. U pulni men olmayman desa, ularni tapanchani tanlab aytib etmaydi, yoki kimsa nima deb olmading deb uni so'ramaydi. Bu insonniki birinchi vijdoniga bog'liq, iymoniga bog'liq, g'ururiga bog'liq, insofiga bog'liq ishlar. Shu sababdan bu yerdagi u pulni ilish majbur qilinmaydi. Ammo 2009 vatanda Xitoy bizni qirdi, Urumchi vaqasi bo'lgandan keyin. Ba'zi bir cho'nglarni biz yig'ib akab, ba'zi bir ishlar to'g'risida maslahatlashib qilganda, bu pulning gapi chiqib qoldi. Pulning gapi chiqib qolgandan keyin bir turkumlar dedi, "Og'allarni olding demayli, ammag'allarni ammading demayli, majburlik qilmayli, xoliganlar olsin, xoliganlar olmasin" deganda ashada bir nechimiz o'kti qilib degan. Bu qanday degan gap bu, bunda devassa buningda nemishqa bunday gapni qilamiz. Buni olmasin qarindoshlarimiz desak, ashadimi oyat hadis o'qigan. Mushu guylarning hammasi hozir Turkiyada o'limalar birligi, yana biri ya u bidiga kirib olibdi. Oqshom men Misrdan ketgan bir akamiz bordi. Bizga ustoz yo'lliq. Shuning bilan men 2 soat paransish jarayonida nurg'un ahvollarni qaytib bir aslash bilan birga hozir ahvollarni bir so'zlashib chiqdim qarindoshlar. Demak, hamda o'zimizning gapini yana qaytib kelsak, shu hukumat tarafidan o'rinlashtirgan shoshon qiynalgan o'quvchilar uyushmasining a'zolari ashlar bilan ko'rishalaydi. Mayli Xujintav kelsin, mayli Vanlochan kelsin, mayli Nurbakri, mayli kim kelsin, shular bilan bular bevosita ko'rishalaydi. Chunki bular hukumat tarafidan kelgan. Undan keyin bizning ishchimizga qo'ygan mushlarning ko'zi. Unda olgandan keyin bu insonlardan gumonlanishi xalqimizniki haqliq. Chunki hamma narsa gerçek o'rtada turibdi, so'rat hamma narsa. Ablamat Atush degan guyma shu 2007 oxirida kelibdi ekan. Men uni 1 yildan keyin 5-6 oydan keyin ko'rdim. O sipi o'zidan hamda qizil pachaq nimati. O'sha maktabdami yaxshi o'qimay
oyoq qo'ydigan bir bilan yog'ochchilik qilib yasab, yo'llarga simot to'kib birim qilib shunday qilib yurganimda. Keyin qanday bo'ldi uni uqmadik. Men 2011 ketdim. Lekin bu Abdulhamid Atish degan o'sha Beijing islom shoyidan kelgan nima bu? O'sha keyin qanday bo'ldi? Uni uqmadim hamda. Uni ba'zi bir yozmalarda qarindoshlarning deyishicha Xitoyga josuslik qilib bo'lgandan keyin uni shu saqchi mashinasi qilib olib ketgandan gapi bor. Yana boshqa bir qarindoshlarimdan nima qilsam hamda u Misrda yana bor degan gaplarni hamda balkim hozir bormi yo'qmi uqmayman. Yo'q bo'lishi mumkin. Shu vaqtda ketgani balkim rost bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy ishni bitirib bo'lgandan keyin olib ketdi. Mao Sayram o'g'lani degan Akbar Aji degan Magvoy 2000 o'zining deyishicha 2015-yili 4-oyning oxiri chiqibdi ekan. Shu Abdukim Atish degan shu go'y bilan ham uni Abdulhamid Atish, Abdulhamid Xitoymi deydi ekan. Keyin men ketgandan keyin qo'ygan laqab o'xshaydi. Shuning tarbiyasida, shuningki Fanjin siyosatlarda hamda bu qaytadan bir refresh bo'lib tarbiyalanib, uningki maishni qilgan o'xshaydi. 2017-yili Misrda shu tutqun bo'lgan vaqtda men Amerikadagi yoshlarni uningki mishadagi Uyg'ur akalarimizni boshlab chiqib Misr konsulining oldida namoyish qilgan. Buni radio Erkin Asiya radiosimi xabarda bergan. Uningki Misrdagi ba'zi bir nimalar taratquladimi, uningki arabchisini ba'zi yozma qilib yozdi. Mening suratlarimni besib Asma degan qiz bola WhatsAppda bor hozirmi? Uyg'urlar uchun ish qilayotgan u ba'zi. Uningki biz chiqib namoyish qildik. Endi men hozirlikqa jiq bir narsalarni bo'lmaganligi uchun men o suratlarni nima qilmadim. Men o suratlarni rasmga tortib chiqib yo'llab qo'yman. Shu biz namoyish qilganini chiqargan nimalar bor. Ammo men o Sayram o'g'lani degan Akbar Aji degan adashninki bu insonning bu yerda bu gap o'ynatib yana bir qilib po'xni usuruq bilan yapolmaydi bu. Bu aniq bir narsa deyish kerak. Men kesib aytamanki, bu shu uyushmada ishlagan bu. Agar shu uyushmada ishlamasa, ya'ni qandaqsiga bu uyushmada ishlamasa, u yerdagi u markazdan kelganlar bilan bevosita ko'rishalaydi. Ajab, men 4 yil shu yerda o'qidim. Men ko'rishmadim shular bilan. Zaten men ko'rishmayman ularni. Unda ko'rishma. Mening ishlamam bo'lsa, dushmanim tursa meniki. Boshqa o'quvchilar mu ko'rishmadi nurg'unlar. Sal iymoni ola diqqat qildiganlar ko'rishmadi, hech bo'lmaganda. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shu hadisiga amal qildi ular. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'af al-iman. Kimiki bir yomon ishni ko'rsa qo'li bilan tutsin, uning qodir bo'lamiz tili bilan qodir bo'lmasa dilida qarıştırсын. Aşı dilida qarıştırğanı ən aciz imanda. Biz aciz imanda yaşadıq qarindoshlar. Misrda yaşagan bolsaqmı. Çünki u yerda siyosiy faoliyat qilmaydi, to'g'ri. Lekin ba'zi bir narsalarda sukut qilib turib, qatnashmay, o'zini tortish bilanmi bu ishlardan saqlanib bo'ldi. Lekin bular uni qilmadi. Şoň bu Aramzadaningki o'zini aqlab buni deyishi hech qanday bir asos bulanmaydı, hem bu püttirep duranmaydı. Şu an muhaciratdaki barliq qarindoshlarningki bundaq ahmas sapsatlarni tepib, ayet hadis o'qib, undan keyin xalqimizni malan qilib, aldab, bu qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ham aldinishonlarningki hech qanday hojat yo'q qarindoshlar. Masalan, mushu gapni hozir anglayotsizlar nurg'un qarindoshlar. Balkim menga yana taklif qilib yana bir bilan deyish mumkin. Qo'ngamning qirg'i kelib qolmaydi, men sana jalabning bo'lar anangni siskay. Ma dinni o'qisang tuzuk o'qiymasan deb qo'yay. Ma dinni o'qisang, o'zingni qalqon qildiganga, o'zingning manfaatini qo'g'daydiganga o'qishma. Olim o'lmalaring shu. Mani desang, yetaklasang, o'zingni qalqon qildiganga o'qishma. Haqni so'zla. U seninki dadang bo'lsa-mi, qarindishing bo'lsa-mi? Nima bo'lib ketishini qat'iy nazar, dadil haqni o'tirib qo'y. Chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallamning davrida mushriklar bilan mu'minlar ayrılgan vaqtda dadı balını o'ltirgan, bola dadini o'ltirgan. Nima? Haqning davosini qilish uchun. Allohning dinini kuchaytirish uchun.
Özünün yürek parısını, balısını, özünün dadısını iki taraf bulup öldürgen. Biz seni bir yerde palancını, pustancını öldürüp demedik. Meydanını yine kılıp ağır, meydanını ağır, toğurundu da, mana hata qıpsa, goy, sen nime dep qıgandın, mecburlangan mısın, mecburlandım dep dememse, nime sebepti bunda qıldın, dep onu so'rash, deyish bizning haqqimiz var. Xalqning, o'limalarning, diniy olimlarning deb qo'yish haqqi var. Sizlar ajab usta ekansizlar. To'g'ri narsigami oyat hadis keltirsanglar, xato narsigami oyat hadis keltirsanglar, bu Qur'oni Karimni, Payg'ambar alayhisolamning hadis sunnatlarini bu o'yinchoqning o'rnida ko'ryapsanglar, bu dinning xizmatini qilganlik qilmaydi. Bu o'zimizni qo'g'dash uchun bu dinni qalqon qilgan bo'lamiz. Biz dinning ro'yi uchun mangan bo'lmaymiz, qarindoshlar. Dinningki ro'yi emas, o'zimizning kallasi bo'yicha, o'zimizning ro'yi bo'yicha mangan bo'lamiz, qarindoshlar. Bu to'g'ri bo'lmaydi. Men diniy olimlarni, o'lmalarni, uningkin dinni o'qitgan o'quvchilarni, qarindoshlarimizni mayli qiz bo'ling, mayli o'g'il bo'ling, buningdan ogohlantiraman. Maydoningizni yana qilsin, birinchi. Ham ikkinchi dinni qalqon qilmang. Siz dinning kallasi bo'yicha, dinning ro'yi bo'yicha mangmiz. O'zimizning kallasi bo'yicha, o'zimizningki tutgan ishi bo'yicha dinni bo'ysundirib qolmaymiz. Nimani cheklagan bo'lsa, nimadan bizni to'sgan bo'lsa, shuningda yanimiz qarindoshlar. Bu bir. Uningdan keyin Sayram oğlanı Ekber Kesinin ismi. Senden soray. Sen aşı düşken resimlerinde nayt qaqaqlab külüp özünü bilemem. Şunda kütüpçe boynağını şunda kılıp. Bu Mısır'da 2017 yıl tutqun bolğandan keyin neçe gündən keyin sen beripse. Seni şu vatanlik vaqtında alayda tərbiyələb bola. Aşı məyli Ürümçi İslam şəhərində oxuğan bol. Aşağıdakı əhvallarını bizni xəbərləndirdi deb açıqdı gələn. Seni. Şunda qılmasa sen şu tutqunda tutulub ketken, ərlərdən ayrılğan, ballardan ayrılğan, ailesi vayron bo'lib ketgan qarindoshlarimizningki ahvolini bilsa. Sening u yerda kulib ketishingning sababi nima? Yoki sana bolaqni, qizil bolaqni jiqiraq beribatdimi? Uningdan keyin sening ba'zi bir vatanga qaytsang yoki dunyoning narida bo'lsang, seningki xizmat o'rilishadigan iqtisodiy qiyinchiliklarni biz hal qilib o'tamiz deb sana Xitoy konsuldan va'dinoma yoki bo'lmasa bir imzo va yoki ashundaq bir imtiyozlarni berish to'g'risida sana bir ma'lumotlarni ular va'da qildimi? Bu mening sendan so'raydigan savolim. Sen nemishqa xalqimizningki, muhojiratdagi xalqimizning sendan so'ragan savollarga sen taqdim bag'din hech qanday bir asos yo'q. Gaplar bilan gap o'ynatib berdi. O'zing yomon gapchi ekansiz, men sanab qo'y. Ma gapchiligingni mening oldimda uqtirmaysan. Sana dunyoda hech qanday bir inson gap qilmasa, mana men Bilal Ibrohim Turkistonni oldingda qarshingda. Gap bo'lsa, menga telefon qil deyishimiz. Naq maydon qilishimiz butun xalq ko'rdi. Mush gapni deyishimiz. Sen 1991 yıl tug'ilib ekansan, sen mendan jiq kichikkansan, bu yerda cho'ng kichiklikning masalasi yo'q, ammo mas'uliyat uningki, bu yerda millatningki manfaati to'g'riliq gapni qilyapmiz. Sen nimishqa shu 2017-yili shular tutilganda nima uchun konsulga bording? Nima sababdan ular seni chaqirtdi? Nima sababdan sen shu Urumchidan kelgan Matniyaz degan Qorchoq shuji bilan uningdan boshqa konsulninki So'ngaygomo, Pangaygomo shuna bilan ko'rishibsa. Alayda bir gaplar bo'ldimi? Uningdan keyin yana boshqa yerlarga bordingmi? Yepiq holatda bir yig'inlar o'tkazildimi? Chunki o narsalar o'tkazildi. Men bu vaqtda qilib o narsalarni bilmayman. O'shunga javob bersa. Uningdan keyin senga shu to'rda qilib yurgan suratlaring bu xato tatilib qolganmi? Buni sen qanday tushundirsa? Buna bir tushuncha berishing kerak. Sen bunun tushuncha bermasang, bundan qochib qutulmaysan. Bir odam xato ishni qilib qo'ygan bo'lsa, men mana xato qilib qo'ydim.
Dese, buningki jazosi yengil bo'ldi. Islom shariatidami? Ham hozirgi xalqaro qonundami? Sen bir jalab o'ynab qo'ygan bo'lsang, yoki bo'lmasa yana birini qilib qo'ygan bo'lsang, garoy chaqliq sen unga Allohga bersan javobini. Lekin men qildim deyalisang, buningki xalq tarafidan sana bo'lgan ko'z qarashi boshqacha bo'ladi. Ammo buni sen yushirsang yoki buningga boshqacha bu yerda so'z o'ynatib, o'zingning olimligini pesh qilib, ziyoliligini pesh qilib yoki boshqa narsani pesh qilib bu qilsang, buningga hech kim sarang odam yo'q, buningga ahmoq bo'lgan. Shaxsan men Bilal İbrahim Turkistani sening bu ahmas o'tmas mato zo'lab sata bunda gaplaringga ishonmayman. Hem sen ishondiranmaysan. Sen o'zingninki qaysi yurtdan ishkanligingni ochiq oshkora deyolmay to'r yuzida sen birdan o'zingni g'uljilik debsa, birdan bo'rtalalik debsa, birdan otishliq, birdan qashqalik, birdan xotellik, birdan yana bir yalik u bu. Ey, lafzgo'y, ey, ishplasgo'y. Bizning shu Sharq Turkiston zaminidagi 16 shahar, 300 dan ko'p noya, 3000 dan ko'proq yezimiz var. Aşağıdan chiqqan Uyg'urning hammasi shu bizning xalqimiz. Hech qaysi zamin, hech qaysi bir ya biz uchun bir nachar bir zamin emas. Bizning o'zimizning zamini, Uyg'urning zamini. Men Qashqarlik yoki bo'lmasa men g'uljilik, men otishliq, men bo'rtaloq deb biz u yurtimizdan, shahrimizdan, tug'ilgan yerimizdan nomus qilib boshqa elak bo'la olmaymiz. Sening mushu gapingdan seninki qanchalik mas'uliyatsiz, qanchalik nachar, qanchalik xumsi nakast insonliging chiqib turdi. Chiroyingga chiqib turdi. Bunda o'zing diqqat qilib qarab baq. Damagan vaqtlaringda hojatxonaga kirib, yuzing yuvgan vaqtingda aynakka. Har qanday insonning qilgan ishi chiroyga chiqadi demasang deb qo'y. Sen o'zingning qaysi yurtdan chiqqanligingni oshkor deyolmabsan to'g'ri yuzlarda. Majbur bo'lib ikkinchi qatamliq videoda o'zingni tunishtirgan vaqtingda o'zingninki xotanning qarqashdan chiqqanligingni debsa. Sen nimishqa buni 4-5 yil burun deb qilib qilmaysan, endi bo'lganda ash qizvalnimi kallashib qolgan odam sana beribdi xotinlikqa, ash qizini. Men sana deb qo'yay. Eğer senin şundaligingni g'ilpal bilgan odam bo'lsa, sen qizini bermaydi. Ash qizvalimi sana tekkan bo'lsa, birinchi aldanganka bu qiz, ikkinchi do'tga, uchinchisi seninki kirib chiqishingni, tegi-taktingni yaxshi surishtirmay, uningdan keyin sening aşı yozgan maltotak yozmalaring bor shunda. Qalaymoqan yozgan. Men mo burun seni hamda ko'rib, hali yomon emas bir ziyoli o'xshaydi deb bunda bir o'tib ketgan. Lekin men jiq eran qilmagan. Maqtab mufchamagan, hech nima qilmagan seni. Lekin vaqt isbotlaydi, shuni oshkor bo'ldi. Ashdan oldinib sana tekkan o'xshaydi xotinlikqa. Sen o'zingni nimangda men yo'lvas u debsa, yo'lvas senda bo'lmaydi. Men sana deb qo'yay. Unuga Mirzat og'ayna meniki Amerikada turdi men bilan. Boshqa shtatda u deb bo'pti, ammo uning degan gapini men bu yerda qaytlab demayman. Sen mush ikki poyat suratni qanday tushundirsa? Mening so'raydigan savolim. Undan keyin sen bu islom shariatini yaxshi o'qibsan, Misrdimi yaxshi o'qibsan. Men sendek o'qimadim. Men normal o'qib, vatanda yaxshi o'qigan, Misrdimi normal o'qib, normal diniy xizmat, diniy faoliyatni qilyapman. Sen balkim PhD'ni olgan bo'lishing mumkin, masterlikni olgan bo'lishing mumkin. Qaysi kulliyatda o'qigansan? Darasatul Islomiya va lug'atul arabiyyada o'qidingmi yoki usul fiqh o'qidingmi, usul din o'qidingmi, usul hadis o'qidingmi? Nima o'qiding? Onu sen menga ma'lum. Lekin nim o'qigan bo'lsang, ammo sen dinga aloqador narsa o'qiding, dinga aloqador narsani o'qigandan keyin sen o'zing bu dinga aloqador narsani o'qigandan keyin sen buni millat uchun, musulmonlar uchun xizmat qilaman deb o'qiding. Ammo sen ham uni o'qigandim shunda o'qiydi. Lekin bu yerda sen buni millatingni Xitoyga tutib berish uchun, millatingninki yo'qab ketib qolgan bir millatni texmi Xitoy bilan birlashib dunyodan yo'qotish uchun xizmat qilish uchun o'qibsan. Bu mening sana deydig'ini men de sende so'raydiganlarim bu. Undan keyin sen shu markazdan kelganlar bilan alohida ko'rishibsan hamda. Ablamat Xitoy degan go'yma borkan, mazbaynak go'ymaz qaltak. Mana shunda bir dalti chiroy bir nima yashadimi? Hozirmi shu suratlarda ko'rsam shu dalti chiroyligini yo'qotmabdi.
İlgirken Kızıl Paçak nima o? Bilemiz onun qandalığını. Şoň onun özüniň atışlyklaryma arganmaydy. Mısırda atışlar köp. Sırtın kelgenleri arganmaydy. Atışlyk olsun nima bopdy? Dep. Hali vicdanı ba atışlyk bollarmy batdy. Men go atışlyk emas, men sancılık, Sancı şäher içinden. Ürümçilik emasman. Sancı şäher içinden. Bir, Mısırdymy bir tim, Amerikadymy bir. Hazırgacha. Mening özümniň yurtydan çykan adam ýokmy ýa-da. Emma men Allah'a bergen wagdam bar. Meýli mening yurtlukum bolsun, mening yurtlukum ýa-ki mening inim ýa-ki mening dadam ýa-ki meningki qerindişimden muşunda bir işini qyp qalsa, men onuňa çapan ýapmaýman inşallah. Uqsima billahi lazim. Allah bilen qasamki. Mana abdan anla bilen najma. Qarindaşlarym, mening bäzi bir typkallarym hem Ürümçidiki men bilen nima bolup qalganlar, hem Türkiýede ýa bu ýerde ýaşap atgan bolsa, dünýäniň başga ýerde. Emma Amerikanyň içinde mening tukunym ýok. Hem men dinni onda qalqan qilish üçin okumagan. Hem onda okushni niyat qilmagan. Alhamdulillah, Allah'a şükür. Lekin sen muştaq qipsi, hem muştaq qıldım. Bununğa sen çokum cavab berişi halkımızga, dünyada. Men sana dap qo'yay, bizning payg'ambarimiz 63 yaşda vafot topgan. Sen 100 yaşgacha yaşamaysan. Ekber, men sana dap qo'yay. Sen 100 yaşgacha yaşamaysan. Sen jiq bo'lib ketsa, qechib yurib, seni bir joylaydigan adam chiqmasa, shu payg'ambarimiz yeshiq o'lishib yashashing mumkin, yoki bo'lmasa senmi o'lsa. Qiyomat kuni Allohning oldida qanday javob berma deganni o'zingga bunda bir savoldan birini qilib qo'y. Men birinchi Allohning dinini o'qidim, sening diningni o'qidim. Sening diningni o'qib turib, men musulmonlar uchun xizmat qilmadim, millatimni sotdim, millatimga xiyonatlik qildim degan mush uch narsaga Allohning oldida qanday javob berasanki? Buni sendan Alloh so'raydi. Sen mening dinimni, mening ilmimni o'qiding birinchi. Sana berdim shu ilmni. Sen buni musulmonlar uchun o'zingning millat uchun xizmat qildirmay, sening millatingni yo'qotgan bir dushman kuchlar uchun xizmat qilding. Hem şular bilen bir septi turdun. Meydanla armıdın. Bununla qanday javob bersen degan vaqtda sen to'xtaysan. Allohning oldida. Sen miyadın başqa o'qimagan u bu insonlarni uni ele-bele famshit qo'ymasan deb qo'yayın. U bu ilqinda quruq gaplaring bilan o'qimagan, maktab yuzi ko'rmagan savossiz insonlarni oldiga olishing mumkin. Men sana deb qo'yay. Bizga o'xshash dinda va fan o'qigan ziyolilarni va boshqalarni oldiga olmaysan. Başqa ziyolilar sana gap qilamasligi mumkin. Çoxum ular yasha bilan bir sorunda o'tirib qolgan yoki tamaqini yegan yoki pulingni olgan bir yeri bor, ilinib qolgan yeri bor. Boshqalarmi shu? Ammo men deyman har qandaqiga. Mening aqidam bo'lsin. Chunki bu din tarafidan bizga buyurilgan. Vaqti kelsa unda aqidamdan biz kechimiz, ishona qilmang. Yo'limiz ayrimkan deb. Hozirmi shundaq. Bundan keyin shunday inshaalloh. Lekin sen bununla qanday javob bersa, javob beramaysan oxirat kuni. Sen javob beramasan, nega bordiganligingni o'ylashib qo'y. Chunki payg'ambar alayhisolamning bu to'g'ri hadislari bor. Chunki kimiki Allohninki diniga qarshi. Sen diniga qarshi ish qilding hozir. Sen bir musulmon millatni dushman bir millatga tutqun qilishga hamdamdi bo'lib xizmat qilganingning o'zi bizning islom diniga qarshi ma. Allohning diniga qarshi qilganlik. Islom diniga qarshi qilgan, islom diniga boshqacha muomala qilgan insonlarning oqibati dunyoda va oxiratda qiyomat kuni yaxshi bo'lmaydi. Buning hisobini berolmaysan. Bu bir. Ikkinchi, muhojirda yashayotgan qarindoshlarimiz. Bundan keyin xalq harakati qo'zg'aladi. Mayli bizningki fanniy ziyolarimizning ichida shunday chiriklik bo'lsin, munofiqlik bo'lsin, diniy ziyolarimizning ichida shunday munofiqlik yoki bo'lsa shunday millatni malan qilib o'ynaydigan, millatni Motorola Samsung iPhone qilib o'ynaydigan shunday ahvollar bo'lsa, buni darhol o'tirg'a tashlab, oshkorlab xalq bilish kerak. Chunki bizning bu da'voyimizga, Uyg'urning milliy mustaqillik da'voyiga bundaq haramdan bo'lgan haramzadlar, mazkaltak, mazpaynak yugas tushib qoldigan, Xitoyning yundisini ishgan,
niyeti sap bo'lmagan insonlar kirmaslik lozim, chiqib ketish kerak. Buningga jinini atay oladigan, yurgini atay oladigan, vijdoniy, g'ururi, insobiy, imonini dangsab qilib ish qiladigan insonlar kirish kerak. Ham shunday insonlar kirishi lozim. Bunday insonlar bizning Uyg'ur davosini chekinish lozim. Mayli qanchalik o'qib ketsan, mayli PhD o'qib ket, dunyoning ilmini avval, dunyoning diplomini avval, kim qancha go'zal inson bo'lib ket, seni biz evatgan tirnog'imizga tan qilmaymiz. Ma gapni men davatmayman, Bilal Ibrohim Turkiston davatida. Mushayani kesib, qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Anoniki menga telefon qilsa, men deyishma, bular bilan ayrim. Sizlar bu Allohning dinini qalqon qilib bir odam xato ishni qilsa, shuningga Qur'on hadis bilan javob bersanglar, to'g'ri ishni qo'yib, Qur'on hadis bilan javob bersa, bo'pti, nayt to'g'ri qildi bu desak, xato ish qilma, Qur'on hadisni akasanglar, munofiqlik qilganlarga shuni akasanglar, josuslik qilganlarga shu Qur'on hadisni oyatni akasanglar, xoinlik qilganlarga shunda qilsanglar, chapan yapsanglar, ko'tarmikashlik qilsanglar, podaqchilik qilsanglar, yo'q podaqni mana shu podaqdan birini setib olib kelib Amazondan yoki yerdan qadab qo'ysanglar, bu to'g'ri bo'lmaydi. Buni biz qabul qilmaymiz. Buni azroq aqli va inson qabul qilmaydi, qarindoshlar. Bu mening deb qo'ydiganim, undan keyin Misrning ahvoli shu. Konsul shu o'quvchilar uyushmasiga a'zo bo'lganning hammasiningki avtomatik arxivi konsulga yetkazildi. Konsul orqali sizlar turayotgan vatanimizdagi shu yerdagi saqchixonaga. Buni xolisa beridi, xolimiz bermaydi. Pulning ishi shundaq. Hozir shu o'limalar birligida kirib so'zlayotgan, undan keyin boshqa yerda uni buni davatganlarning ichida mendan yaxshi o'qiganlar bor. Bizni qat'iy ko'z qilmaydi, shaxsan meni ko'z qilmaydi. Ular ko'z qilmasa, uning bilan mening ishim yo'q. Men qo'mning qirg'i kelib qolmaydi, u ko'z qilamdi, ilmamdi. Chunki men uning puli bilan chiqmadim. O'zimning puli bilan chiqdim men. Dadam bergan $1000 pul bilan chiqib ketganman 2007-yili. Ularning puliga chiqmadim. Ularning pasportiga chiqmadim. Ularning puliga o'qimadim. Men qanchalik o'qisam, oz o'qisammi, ko'p o'qisammi, o'zimning tirishchanligi, o'zimning puli bilan men o'qidim. Alhamdulillah, men pokiz yashadim Misrda. Hamda ancha-muncha odam tillab qo'ydigan, odam urib qo'ydigan, u bu ishlarimni hisob qilmaganda men cho'ng bir millatga ziyon keladigan bir ishlarni qilmadim. Alhamdulillah, men buningga kesib kapolatlik qila olmayman. Undan keyin aşağı turgan mening yaqin aka-og'inlarim, aka ustozlarim menga guvohlik beralaydi. Telefon nomerlari bor. Tunogimni ko'rashdan birsilar. Shu guvohlik beralaydi. Haqim so'zlaydigan inson. Balki hozir ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Yusuf Ajimkam men bilan birga qilgan 2009-yili. Xitoy bizni turgan yili 11-oyda biz hajga borgan. Shuningdan so'risi bo'ldi, ashnimda turdi Istanbulda. Benim yaxshi tanıydı. Bular menga guvoh bo'lalaydi. Ammo meningdek insonlarga masalan cho'pini yeb qo'ygan, suyuqchini ichgan, lag'min yegan, bir dasxonda o'tirgan, pulni yeb qo'ygan, uni buni qilib qo'ygan insonlar bo'lsa, shu dasxonning yuzini qilib bo'lsa-mi deyolmaydi. Amaliyotda bunda millatning manfaatiga taqashgan vaqtda u dasxon emas, sana bir Mercedes mashina, necha milyonlik uy, dachi beribasizmi? Deysa shu xatoni ma'ni qilsa, buning qanday tushuncha berisan deb chiroyli qilsa, shuni o'tirg'a qo'ysa. Nima ish qo'yolmaydi? Shu olim o'limalar mayaring poq, gelin poq. Sen harom tamoqlarningki, gelin poq. Mushuni men davatime qaysing mush haramlikqa chapan yapqanmisan, ko'tamkashlik qilganmisan, podiqini ko'targanmisan, podiqiga shu chiban qadab yalurganmisan, shuningga bordim gapman sana deb qo'yjima. Ben bunu da bütün din o'qigan o'limalarni hamma bir tayoqda aytdim. Nini isil insonlarimiz bor. Misrdimi, qiynalsimi, qiynalib ketsimi, quruq nonni yeb, qaynoq suv bilan choy ichib, o'qib, bolalarni harom yegizmay, shundaq o'qitib, keyin Misrga bir amallar bilan, jafolar bilan, boshqalarning yordami bilan ketgan nini yaxshi o'lima, olim qarindoshlarimiz, akalarimiz bor. Shular ammagan, shular ashna yashagan, menmi qiynalgan maslay deb qo'yay. 1,5 yilgacha pulsiz yashagan men mana Amerikada. Misrda. Ammo o'lib qolmagan. To'g'ri. Yani bizga boshqa yaxshi niyatli arablardan beradigan minha, yordam pullarimi bordi.
Şuningmi bizni ulab qo'ygan yaxshi qarindoshlarimiz. Va ishlaringlar nima bo'g'ichi mani ishiltib turinglar bu deb. U Xitoy hukumatining berilgan pul emas. Hatta bizga Saudiyadan 3-4 oyda bir keldigan meni pul bo'lyapti. Shuni hammasini sirtdan kelgan bolalarga berdi. Ammo bu sirtdan kelgan bolalarning ichidan bo'lsin va boshqa yerdan kelganlarning ichidan bo'lsin, azroq vijdoni bolalar ash pullarni oladi yoki bo'lmasa shayda bir ishlarni tepib, ishlab, shunaqa qilgan. Men ishlagan keyingi yillar. Azroq arabchani o'rganib olgandan keyin tarjimonlik qilib, uni buni qilib, pul tepib o'zimninki turmush rasxotini u qilgan. Ondan keyin men Amerikaga shu ashad yig'ib qo'ygan azroq pullarim bilan, dollarlarim bilan kelganman bilet ilib. Shunchalik qilganimda. Qiynalgan, bizni qiynalib o'quvchilik hayot degan shunday o'tdi. Qiynaldigan gap. Ammo ma haramliqlarningki qilgan ishini qarindoshlar, muhojiratdagi Uyg'urlar kechirishga bo'lmaydi masalan deb qo'ygan. Kechirishga bo'lmaydi, bular tushuncha berish kerak o'tirg'i chiqib. Shu suratlarga, deyilayotgan nimalarga 2-3 parcha, 4 parcha suratmi? Mushu dalil pak isbot bo'lalaydi. Istiqlol TV'ning bergan ashnasimi? Videolog. Ashimi dalil bo'lalaydi. Buning ortiq qanchalik dalil paket isbot talab qilmoqchi? Bir samni jalab qilib qo'ygan bo'lsa, yana bir nima qilib qo'ygan bo'lsa, u shaxsiylararo bo'lgan narsa u. U tugaydi uni. Alloh xolis kechirdi. Undan keyin xalq buni nima qilib ketmadi, bu shaxsiy ishkan bularni o'tirdi-ku bu da. Ma'lum millatning manfaatiga, Uyg'ur millatining manfaatiga taqishadigan, bizning milliy da'voyimizga taqishadigan ish bo'lganligi uchun buni qattiq surishtir qilishimiz kerak. Bizningki muhojiratdagi Uyg'urlarningki bir ojizligi ko'rib qo'ymiz, tillab qo'ymiz, undan keyin uni bunda to'xtab qolamiz. Yo'q, buni nimishqa bunday insonlarni kechiramiz. Bu Uyg'ur qirilyapsa hozir. Buni kechirish qilmaydi qarindoshlar. Munofiqlarni kechirayotganlar yoki bo'lmasa munofiqlarni afu qo'yayotganda bir oyat yo'q. Qur'oni Karimda maxsus munofiqlar uchun tushgan oyat bor. Sura bor. Suratul Munafiqun. Shunda degan yerlar bor. Ularningki qaddi qomati shunda kelishgan, ular qaraydigan bo'lsam shunda bilimli ko'rindi. Ular so'zlisi noyat fasohatik so'zlar bilan so'zlaydi. Ammo ularning qalbi ham yeri quruqdir deydi Alloh subhanahu va taolo. Mening da'vogan gapim emas, shu Qur'on Karimni ichib baqsanglar. Ashtan Uyg'urcha tarjimasi yoki boshqa nima tafsirlariga qarasanglar bor qarindoshlar. Bundaq munofiq jasus xoinlarningki jasus xoinligi isbotlangan vaqtda bular mayli o'zini qanchalik pardozlasin, bularning u degan gapi bir ponchanga foydasi yo'q. Maslak deb qo'y. Bir ponchanga foydasi yo'q. Bularning hech qanday qadr qimmati yo'q. Ham buningga Uyg'ur xalqim sarang bo'lmanglar, dut bo'lmanglar, aldanmanglar. Uningdan keyin mushunday nimalarga chapan yiqib yepatgan olim o'limalar saqalni mundova, menikidan uzun qo'yib, kindik taqishib, taqashga saqal qo'ygan olim o'limalar kallangni silkib etib ish qilinglar. Kallanglarni silkib etish, kallanglarni silkib etib ish qilinglar. Men millatning manfaatiga yetadigan ish bu. Bizning milliy manfaatimiz birinchi o'rin turdi. Shu sababdan sizlar mushunday ishni qilayotganlaringlar bo'lsa, eng yaxshi tövbe qilib, yininglar ma ishinglardan. Allohga tövbe qilinglar. Kashqurlari hech kim ko'miga yerda ishkirak tarat qilib, ishkirakat tövbe namoz o'qib, Allohga yig'langlar. Ey Alloh, men shunday ishni qilib qopdim, meni kechir. Men bundan keyin munofiqlar bilan bir sabit qilmagan deb duo qilinglar. Chunki duo qilsanglar, Xudoyim sizlarni munofiqlar bilan bir sabit qilmaydi. İnşallah. Men davomli har bir namozimda ey Alloh meni munofiqlar bilan, fosiqlar bilan birlik qilmagan, musulmonlar bilan birlik qilgan deb duo qilaman. Alhamdulillah buning xosiyatini, buning kuchini ko'rdim. Allohga shukr. Lekin sizlar bu ishinglarni yininglar qarindoshlar. Men ma'u olim o'limalarga, din o'qiganlarga beradigan ogohlantirishim. Buningdan keyin yana mushundaq bir ishlar chiqib qolsa, buningdan qattiqroq gapni qilaman. Buningdan qattiqroq raddiya beramiz. Bugun sizlarni yana bir qatam qattiq bir ogohlantirish yuzasidan deb qo'yapman. Ma din o'qitgan olim o'lima deb atalganlar, ma biz cho'nglari u bu deganlar. Buningdan keyin to'g'ri narsaga oyat chekilsa. Qur'ondan yana bir nimadan. Ammo munofiqlik qilgan, jasuslik qilgan, xato narsalarga oyat ekanmaysan masalan deb qo'y. Ekasangmi?
Anın qilgan ishininki xatoligiga dalil bo'ladigan dalil pakit oyat hadisine kelsa. Uni yapadigan, uni nima qildigan, voy bizning po'qimiz ishib ketmisan, u bu deb munda qilsang bo'lmaydi. Ashini qilayotgan hammaniki qo'ng po'q, kusuring po'q san haqniki. Shunga ashini qilyapsa, men sana deb qo'yay. Ma dinni qalqon qilib o'qishma. Ma dinni qalqon qilib olim o'lma bo'lishma. Ma dinni qalqon qilib ma millatni malta taqlishma men sana deb qo'yay. Set gap qildi ekansan, yana bir qildi ekansan, u bu deydi ekansan, gapingni olmaymiz, u bu deydigan ishing bo'lsa, nega bo'lsang men sana deb qo'yay. Sen haramdan bo'lganlarga, haramliqlarga shunday gap qilmasaq ta'sir qilmaydigan holat kelishdan men sana deb qo'yay. $100 uchun, men deb qo'yay, Misrdagi o'quvchilarni $100 uchun yilda $1000, $1200 pulni ashna 2 qatamdan har 6 oyda bir boloqni berib qo'yib turib, kontrol qilib keldi Xitoy. Ashini ilib vatan millatni setishdan men sana deb qo'yay. Shuni ilib o'qiganlar, yeganlar ko'nglinga ayon. Biz Uyg'ur xalqida bir maqol tamsil va ishtonga chiqqan ko'ngilga ayon deydi. Ishtonga chiqqan po'qon ko'nglinga ayon bo'ldi. Chunki o sening o'zingning qo'ng'i tursa, o'zingning qo'ngining tushki tursa, shu qo'ng'aning tushigidan tushadigan tursa u po'q. Boshqa birisining qo'ngining tushigidan tushmaydi u po'q. O'zingning qo'ngining tushigidan tushgan po'qi boshqa, sana shu ayon o. U po'qingni sen yushurmasang bo'ldi. Mushuningga chapan yapayotgan har qandayiningki mas'uliyati bor birinchi. Ikkinchi sen buning bir narsani yap qo'yding ya alding. Uchinchi seningmi shu kusuring o'shunda 5 kilo po'q. Elaqa bir kusarlava elaqa po'q tushgan amatla darhol juvatmasa, yangi tug'ilgan bu vaqtninkimi po'qqa azroq aşı kiygizib qo'ygan nimada tursa, ashunki deg'i qilib qoldi. Mayli uni ashu aerial sopullar bilan nima bilan yursangizmi chiqmaydimda deg'avada. Ha, bunda qarab, po'qning deg'i ekan ma deb u kusarni tashlaymiz yoki biz yengini olamiz. Shunga ma qo'ng po'q qo'ylar, mayli sen din o'qay, nima qil ziyoli bo'l, uning bilan bizning ishimiz yo'q. Kusuringni varg'a, pokizroq yuvib, ikkinchi qatam po'qmaydigan qilib qo'ngga kelib, uningdan keyin namoz o'qib, jamoatni agashtirib, imom bo'l yoki bo'lmasa diniy tabliq so'zlar. Yoki bo'lmasa qo'ng po'q kusarni chiroyli qilib tashvitib, qo'ngni pokiz yuvib, tozalab, uningdan keyin yangi kusarni deb kelib so'zlar, to'g'rini so'zlar. Bo'lmasa, ma Uyg'ur davosidan, ma bizningki vatan davosini asta yo'qolish. Nega bo'lsang bor. Ben Türkiye'ye berip kalsam inşallah yakında barmama işlerim pişse hemen olan görüşüme assalamu aleyküm der. Aşı vakitte kıldığın ziyankeşliğin olsa kıl. Ama hiç kim kalamaysa ben sana koyayım. Çünkü Türkiye'de mi benim oğulluk gücüm var. Allah kalırsa. Sen kalkılan diyişeleyme bunda oturup. Aşı vakitte biz görüşüp kalkını diyişeyle. Vaktida tövbe kılıp doğrulaşsan özünü doğrulaş. Doğru yol kaysan kayt. Bulmuş koğanı kısıp ma nim qilayotgansan burun shu ishingni qil, ma Uyg'ur davosidan chekin. Bizga undaq dinni qalqon qilib turib, munofiqqa yana birisiga yonbosadigan, unda diniy o'lima yoki bo'lmasa ziyoli o'bi poqqitdan hech kerak emas unda nimanikin bizga hech qanday foydasi yo'q bizningki bu davoyimizga. Odatdagi fuqaro aql so'zlaydigan, to'g'ri ish qiladigan odam bo'lsin, bo'laverdi bizning bu ishimizga. Mening deb qo'ydig'im shu qarindoshlar. Misrdagi ahvoldan ozroq bir xabar bergan bo'ldik. Undan keyin bu yerda tushgan savollar bor o'xshaydi. Nurg'un qarindoshimiz bu narsalarni yozibdi. Chiroyiga qarasang, Paytusoning g'alchisi bilan o'xshaydi ekan. Ben nurg'un kommentlar tushibdi qarindoshlar. Nurg'un narsa tushibdi qarindoshlar. Men bu nimadan Ahmedani tugatgandan keyin bir qur ko'rib sizlarningki mana sanglarga bir yozmacha bir javob beray savollar bo'lsa, undan keyin qag'iniga yana deyishamiz. Lekin men mas'uliyatimni tunag'anligim uchun qarindoshlar bir narsani deb qo'yay. Men necha kundan yoqi bu ahvollarni kuzatib, tor dunyosida ko'rib, undan keyin chiqqan yozmalar boshqalarningki
Onundan keyin kommentlarni ko'rib, buningga bir javob berish, mushta bir naq maydon qilib so'zlash niyatim bo'ldi. Bugun buningga nasib bo'ldik. 2-3 kundan yaqin men buni kuzatdim. Zodi nima deydi bu? Akbar hoji deyapti. Go'y, sening hojingni Xudoyim qabul qilmaydi men sana qo'yay. Sen o haramga borgan bo'lsang, o'zingning ishi. Lekin sen o hoji bo'lib, yana birni qilib, bu haqni aldab, bu qilsang, o sening hojingni qabul qilmaydi. Balki besh vaqt namozni o'qitgan bo'lishi mumkin hozir. Yag'an yudaqdan. U namozingni qabul qilmaydi men sana qo'yay. O har qanday narsani men sana deb qo'yay. Sen menda yaxshi bilsa, chunki sen ya master ya PhD, doktorlik o'qigan. Yaxshi o'qibsa o'zingni deyishchi alomat. Arabchangmi yaxshi? Har qanday narsani men sana deb qo'yay. Lillah, Alloh uchun deb turib qilsang, qabul bo'ladi. Allah uchun deb turib, buningga riyo aralashtirmay, meni islab qolamkin, meni bunda deb qolamkin, hoj deb qolamkin, u bu deb qolamkin emas. Allohga yarasam bo'ldi deb o'qisang, namoz o'qisang, haj qilsang, zakat bersang, har qanday savob yaxshi ishni qilsang, qabul bo'ladi bu narsa. Sen o'zingni hoj debsan, men seni hoj demayman. Sen xalqqa mush to'g'risida tushuncha bersa, nima uchun qilding bu ishni, munofiqlikni, nima uchun qilding bu josuslikni, xoinlikni, nima uchun Misrda bolalarning hammasi tutilib, hatto ashada mashinasiga shunda amdi chiqay deb turgan g'uljilik bir akimizni ashada Misr saqchilari bilan Xitoy saqchilari kelib tutib akitib, hozir shuniki xotin bolalari Turkiyaga qochib keldi shu vaqtda. 5-6 bolasi bilan oshxona ichayotgan akimiz, anlashimcha. Men ko'rmagan. Shu akimizni mashinasiga chiqayotgan vaqt tutib ketibdi. Ajab bu odat hech qanday ish qilmagan shu insonlarni tutib ketdi. Ham qo'g'lab tutdi. Nima uchun bular tutilib bo'lgandan keyin, ya'ni 2-3 kundan keyin sen ashada bexaraman konsullik berib shular bilan asm kuchib, damanda o'tirishlaring bor. Damanda kulib, skeychi qizgo'y. Chiroyingni skeychi avjini olsan, skarimni bosib. Acaba seni bir narsa qilmabda, haramdan bo'lgan. Sen yana bir xaraman shu yerga berib, shularninki itib bergan tan quymalarni ichib o'ltirib qaytib kelsa, hozir Turkiyada bir xaraman yashab o'tibsa. Turkiyadagi hayotingni kepillikka olgan o'xshaydi shular, ha? Shundan qaraganda. Javob bersa haramdan bo'lgan ma'noni sanab qo'y. Sen haramlikdan hisob olamas, aldirmaydi. Sınavdan hesap alımızı aldırmaydı. Hey! Ma özanlarını ma Uygur'unki bişi, Uygur'unki ziyalisi, yana bir nimasi bu davet qillar. Kallanı silkib o'tish. Ma Amerikadagi, Yevropadagi, Kanadadagi, Turkiyadagi hamma anglama gapni deb qo'y. Muşundaq adamlarni bayqagan aman aranglardan sıkıp çıqırışlar. Bu vacib farz ayn. Allah'ның dinida va Peygamber sallallahu hadislarida va bu buyurilgan. Buningga haqqasın har qanday qilib qilgansa, buning hisobini bersa qiyomat. Dunyoda bermasa qiyomat kuni bersa sanab qo'y. Isloh qilib boramiz buningdan keyin har qanday ishimizda. Agar Alloh saqlasin, Bilal Ibrahim Turkistoni, men shunda bir ishni qilib qolsam, agar vatan, millat uchun meni itvetsanglar buldu, meni öldürvetsanglar buldu. Ama Allah saklasın. Hazırlıkçı ben onda işini qilmadim. Xudoyim saklasın. Şunda bir, eğer meni öldürvetsanglar, mening hech qanday davoyim yo'q. Ama Allah saklasın. Mushundaq holatni shakllantirishimiz kerak. Bo'lmasa millat tugab ketadi. Bu haramdan bo'lganlar millatni tugitayotgan dushman bilan bir sap turib mana ishni qilyapti. Nimishki buningga mani qilma, ey deb gapirishmaysa. Chapan yapsa, podukunu götürse. Qağan gapni demay, nurg'un ish topib ketdi. Bundan keyin buningga birdek qarshi turamiz. Diniy o'qigan olim o'limalarninki to'g'ri ish qilayotganlar hammani qo'pinglar o'rninglardan. Bundan keyin bu dinni o'qimaganlar bizmi qarab tursak emas, xalq harakati hammalarning deyish huquqi bor. Ziyolilarimiz, fani ziyolilarimizdan so'raysizlar, diniy ziyolilarimizdan so'rashayotganlar bor, qarindoshlar.
Mana men dedim, Bilal İbrahim Türkistani. Bunundan keyin agar bak bo'lmaganda mening boshchiligimda mushlardan hisob olamiz inshaalloh. Har qandaqidan. Shu bo'lganda men destek bo'laman. Chunki men yashadim u Misrda. Misrda men yashadim. 4 yil yashadim. 4 yil. 3 ay yashadim men u yerda. Ben bilime Mısır'daki ahvallarını hiç olmaganda 100% bilip ketmesemmi, bilime 70-80%. Qanday olduğunu. Qanday o'qiydig'ini. Ya da o'qish bekorlik. Maktab pul to'lamaymiz. Faqat yotoq tamoqqa, o'zimizningki turmushga pul to'laymiz. Hukumatdan kelganlarmi shu? Lekin hukumatdan kelganlarni va sirtkilarni tutib turish uchun ashunda insonlarni o'rlashtirish orqali o'quvchilar uyushmasiga qiladi. Uningga men kirmayman desam, hech kim majburlab bu qilinmaydi. Keyin men ketgandan keyin shuning qatnash bo'lsa, pasport bermaymiz u bu degan ahvollar chiqibdi. U boshqa ish. Ammo mening qilayotgan ishi bu kechirgul bo'lgan ish emas bu. Buni qattiq surishtirish qilish kerak, qarindoshlar. Mening deb qo'ydig'im shu. Undan keyin ma ko'tamkash qilib, poda ko'tarayotgan jalabtanlar anangni sizga men og'zimni buzitib qoldim. Buzmay degandim. Shunda o'zim so'z degandim, shunda og'zimni buzitib qoldim. Uzr. Mavi haramzadiningki qilgan narsalarni taqib, uni buni qilganlarga, yozganlarga, meningki millatga qilayotgan ziyonkashligiga bir narsa qilganlarga hujum qilishmayman sanab qo'y. Hammaning hisobini olaman. Malaning keyinda adam yo'qmikin deb qolmanglar. Men bog'laning keyinda. Mirzat, chiqiriver men gapni anglayapsan. Sen kiribsan mana ichida. Chiqiriver. Misrda yashagan shohidman. Sening keyningda men bor emas deb qo'yay. Uqdingmi? Agar mush to'g'riliq sana tekka o'q, menga tekka bilan o'xshash. Sening bu dinda o'qishing shart emas. Dinda o'qiganlar chiqib so'zini o'qidag emas. Sen bir fanni ziyoli. Men fan ham dinda yetishgan. Ziyoli mening so'zlashga huquqim bo'lmaydi. Sen qancha narsani topa olsang chiqamish shunda. Men bilgirimning hamma so'zladim bu yerda. Men sana yigitchiman Mirzat. Men o'g'il bola Bilal İbrahim Türkistani. Men sana qo'yay. Sana taktiqqa aramdan bo'lganlar menga yozsin. Men o'zim deyishman, aramdan bo'lganlar. Taktiq qilishma, men Mirzat taktiq qilishma, aramdan bo'lganlar menga qil. Oldingni, menga qil. Men deyishman. Menga telefon qil. Telefon nomerim bor Facebook'imda. Deyishman. Aramdan bo'lganlar anangizga. Birimning bir vijdoni yo'q. İman yok sen aramlıklarda. İman suçturmayman. Vicdan degan narsa yo'q. Adam degan iman bo'lmaganda vaqo qara bir kafirdichi. Vicdan. G'urur, insof bo'ladi. Ma Amerikalikda iman yo'q to'g'ri. Malada. Dinsizdirajak. İşim bo'lganda maqaqda vicdan bor. G'urur bor, insof bor. Xato qilgan narsani xato qilding deb deydi uch qashqara o'zining qerindishi usma, do'sti usma. Shunga men Amerikaliklarni yaxshi ko'raman. Amerikaliklarning bir gapi bor men deb qo'yay. Özünün meydanında çıkıp turgan adamını biz yaxşı görürüz. Meyli o öldürülüp ketipatkan ya komuza qandaq nima bolsun özünün meydanında çıkıp turgan adamını yaxşı görürüz deydigan bir gapi bor. Meydanыңla yo'qka jiqlaringni nasanab qo'y. Meydansız ekansa. Meydansız bo'lishingninki ikkila narsa bo'lmaydi. Birisi sen sherik mushunaq insonlarga, ikkinchisi ma giling poq. Ağzından dağıtıp qo'ng'ongning purigicha chiqib ketib qolgan. Ichingdagi cho'ng uchay, kichik uchay, inchik uchay, mayliq uchay hammasi poq bilan to'shib, qo'ng'ongning purigicha poq bilan kaptishib qolgan sen gulniki. Shuni demaysan. Shuni sussan, shuni jim tursan. Ey, o sen o'qib olgan o 4 mazhabningki kitobi, o Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Abu Davud, Nasai, o 6 parcha hadis kitaplarni unimi o'qigan men. Hammani to'liq tugatmagan bo'lsam-mu shuni o'qigan. Fizilal, uningdan keyin Imom Navaviyning yozgan Riyadus Solihin bularni o'qigan. Bilaman, tushuna olmayman. Mushlarning hammani o'qib bo'lgan bo'lsangmi men senga deb qo'yay. Haqni so'zlamsang sen kim o? Hech nima emassan. Sana bu PhD, yana bir men bu degan unani bergan bo'lsa, Azhar universitetidan yo boshqa yerdan, dunyodan. Hech nima emassan. Çünkü meydanı aramadыңlar. Meydanı arışınlar gerekti. Belki uğranmazsa ya onu. Küçüğün yetmeydiğinde. Ama lekin meydan arışqa birisi bilan mushushosh, kuchi yetish yoki ketmaydi. Aralashmasang da bo'lmaydi mi?
Şunchalik aql yo'q. Qurchilik aqlingga olgan bo'lsam, ishni qilmaytinglar. Bundan keyin hammanglarni xalq harakati qo'zg'ab isloh qilamiz. Dinda o'qiyotganingni bo'lsin, fanda o'qiganingni bo'lsin. Uyg'ur millatining mustaqilligiga qarshi chiqayotgan har qandig'ini sepimizdan supurib yo'qotib tashlaymiz inshaalloh. Undan keyin qulog'ning kildig'ini qil bizga. Mening deb qo'ydim shu. Ma Mirzat bilan yetishma haqasin. Juma? Mirzat mening Amerikalik tunishgan og'inam. Onun 5 vaqt namoz o'qamdi, yana bir o o'zi Alloh hisob berdi uni. Biz duo qilyapmiz inshaalloh bir kun boshlab qolar. Ammo mening qilayotgan ishlari millat uchun qilyotganmaydi. Shunga menga tahdid qildigan, u bu qildigan ishni qilma. Tahdid qildig'ini menga telefon qil. Kunlarning birida agar Mirzat vatan millat uchun xato bir ishni qilib qolsa, men bunimi birmi deyalayman. Men bir narsa qilib qolsam, Muşularımı bir narsa deyish kerak. Ma ishing xato bo'ldi ya, men nima deb qildim u bu surishtirish huquqi bor. Chunki biz bir-birimizga ko'z quloq qarindoshlar, hammamiz. Kim bizga foydali ish qilyapti, kim xato ish qilyapti, kim to'g'ri ish qilyapti, buni surishtirish, javob berish, savol qo'yish haqqimiz bor. 2017 tutilib ketgan, ashning ichidagi Uyg'urlarningki qon zar yig'lab nurg'un o'ldirilib ketdi, muddasi kesildi. İç bağırlı soğuruldu. Bağanın emmesi. Aşılağa içinla ağırsın. Ey qarindaşlarım, içinla ağırsın. Aşağıda Türkiye'de yaşavatkan alim ölüme qarindaşlarım, içinla ağırsın. Şularning haq hurmatini qilib bo'lsa, ma qilayotgan nachar ba'zi bir qilmishlarni yeninglar. Alloh hisob bermamsizlar, ya bir Alloh hisob bermamsizlar. Ma dunyo o'tib ketdi. Peygamberim degan mening ummatlarimning yaşı 60-70 yil atrofida bo'ladi degan 60 yil 70 yil. Men hayotimizning yarimi o'tdi mana. 34 kirdim men. 35 qarab yana 2-3 oydan keyin kiraman 35 ga. Yana qancha yashaymiz? Jihob kelsa shu 60 yil 70 yil. O'limiz 100 yil yaşamaymiz. Peygamberimning hadisi varmış to'g'riliq mening ummatlarimning yaşı 60-70 yil atrofida bo'ladi. Ey, yeshinglar 50 dan oshdi, 40 dan oshdi, shu olim o'limi atalganlar. Numus qilinglar. Allah qaytinglar. Tövbe qilinglar, bunda qilmanglar. Ma Uyg'ur millatimizga yo'qab ketib qolgan ma millatga ishinglar og'irsin. Jinim qarindoshlarım, ishinglar og'irsin. Dinni bunda qalqon qilib, dafsanni qilib, xor qilib bunda qilmanglar. Buning hisobini Alloh oladi. Mushundaq insonlarning ko'pligidan Allohning yordami biz Uyg'ur musulmonlarga kelmayotdi. Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim degan oyatninki hukmiga zid ish qilganligimiz uchun. Haqiqatan Alloh bir qavmni o'ngshab qo'ymaydi. Shu qavm o'zining ichidagi ishlarini isloh qilmoqcha, o'zini o'ngshimoqcha u qavmga yordam bermaydi dedi. Biz shu mushtaq ishlarimizni tuzatmagachga, isloh qilmoqcha Allohning yordami kelmayotdi qarindoshlar. Munofiqni mukatasan, xoinni mukatasan, josusni mukatasan, eci qizni mukatasan, jalobni mukatasan, fohishozni mukatasan. Kim ba'zi shu ilg'may olsang, aning pulini olsang, manimi olsang, voy kapto konsulni ep qo'ysilsa, xo'sh deb unimi olsang, dollarni, yevroni olsang, rupiyni olsang, junayni olsang, riyalni olsang, as-saladaga narsasi olsang, shunda shu. Meni ilib da sapdi shu. Bu biz bilan boshqalarni sevasan ichinga. Ondan skarımdan bo'lgan so'lamchilar. Aşında ilg'imay, ilib yeb sağanning natijasi ko'rilyapti mana. Bu nereden keldi ya mava? Nimaga beryapsiz buni? Nima ish qilma buni? Qayerdan kelgan pul bu? Deb so'rab, olsak, so'rab qilsak buningki mushtanimiz bo'lmaydi. Chunki ashta ili vergandan halolnimi yeb, haromnimi ilg'maymi shundaq yevergandan keyin qalbni qasavat qoplab, nifoq qoplab ketgandan keyin duo ijobat bo'lmaydi. Uningdan keyin ashundaq tilimiz tutuq bo'ladi xalqning oldida. Mening birisi men anglamagandim bilmaydi ekanman. Voy, etete, qo'lim qilmaydi, shu hamda shu ashunda bo'lib qolgan, voy bunda bo'lib qolgan. Onam masga javob qilmoqlar. Bir desem nervam o'rlaydi. Ma salomatligimning yaxshi bo'lmoqligida
Peki hayacanlansam bulmaydı qarindoshlar, ammo mushtaq ahvollar mavjud bo'lganligi uchun bizning Uyg'ur musulmonlarining ishi bo'lmayotdi, Allohning yordami kelmayotdi, qirilyapmiz, uylayapmiz, oyada oji singlarimizga bosqinchilik qilyapti. Kunda shu bosqinchilik xabarlarini anglab, biz ma ko'zimizdan yosh qurmay, qon zardab bo'lib, hech qanday bir ish kelmay ma qo'limizdan. Shaxsan meningdek birdan o'qigan insonning qo'lidan bir ish kelmay, ma Allah qiyomat kuni Allah qanday javob beramiz ekan deb, ashunga bir savolga javob topolmay avar bo'layotgan vaqtda ma haramliklarni qilib bo'lgan ish. Sen haramliklardan qiyomat kuni men hisob olaman qarab turaman. Hech kim olmasa, men Allohning oldida so'rayman. Nimada Shvetsiyada yaşaydigan inimiz var bizning to'liq deb. Ashning ota-onasining 18 yil kesibdi. Yig'lab ketdi yosh bechora, yig'lab ketdi. Menga telefon qilganda, telefon qilib ko'rishib turma. Yaxshi bola. Nimasi yo'q. Ota-onasini deb chiqdi-ku. Ashnimi aldashding? Munofiqlar. Xoinlar, satqinlar. Yig'lab ketdi yosh bechora. Yig'lab ketdi yosh bechora. Bilal kamında qılıbıdı. Yaxşı gün görüşmeysen ben sana qo'yay. Munofiqlik qilganing, josuslik qilganing, xoinlik qilganing, Uyg'urni satqaning, jalabning bo'ldi onangni sizga haramdan bo'lgan so'lamchilar. Birim yaxshi kun ko'rmaysan ben sana qo'yay. Dunyoda yaxshi kun ko'rmaysan. O'zangi kelmasa, onangni sizga haramdan bo'lganlar, balang chuloq yoki bo'lmasa qarg'u, ikki qo'li yumbuloq ashna to'qildi qarab tur. Nima deb mushta to'qilib qoldi deb yig'lashma. Xudoyimning sana ko'rsatgani men sana qo'yay. Yoki menga to'p tug'ildi shu balang, haramdan bo'lgan so'lamchilar. Oxiratda yaxshi kun ko'rishmaysan men sana qo'yay. Haramdan bo'lgan so'lamchilar. To'g'liq inimizga men kuni duo qildim. To'g'liq angla meni. Flap qolganmisan, qo'pib angla. Flumaqamsan meyada angla. İnşallah senin atanan qutuldu fikam, yaxshi qilyapsa. Kuni duo qilaman sana. İnşallah Allah bilan qasamki. Yig'lab ketdi mush bechora. Mush bechora nima qimig'ini qilmabdi, aldab anangizga. Ey, o'zingning g'uljig'ini mota taqib o'ynabsan haramdan bo'lgan anangizga. Sen nim qilgan tash bola. Normal yashayotgan bola. Ashuni mota taqib o'ynabsan jalabning oldira anangizga. Haramdan bo'lgan so'lamchilar. Şunun qisasını tutudu qarab tur. To'g'liqning qisasını tutudu. Allah onun bilan ishi yo'q. Tutudu onun hesabı. Ma aramdan bo'lganning ma narsasini hech kundan yari chiqsa, bir o'lima chiqib deb haqni bir so'zlamay, mandati onangni sizga aramdan bo'lgan so'lamchilar. Hammaning hesabini bersam shunga qarab tur. 2017 tutib ketgan, Misr tutib ketgan, meningki ağaçlarım, sing'illarim, akillarim, yinlarim, ballarım, ciğerlerim başladı. Xitay ketashlinki. Net 100 balını. Netçi man balını. Aşının hesabını versen anamın sizga haramdan bo'lgan. Bo'pti qarindoshlar, bugun mishagicha deyishlar yana keyin nima qilaylar? Men yerda peshinning vaqti bo'lib qolibdi, men jamoatga chiqib namoz o'qib beray. Qolgan gapni keyin deyishlar. İşqib, munofiq, satqun, jasus, xoin, haramdan bo'lgan bu haramzadlar, mayli sen nim bo'lib ket, onangni sizga. Buni hisobini dunyo va oxiratda bersa qarab tur. Ey, akbar degan go'y. Sen qarab tur, yangi to'y qilsa, bir yildan keyin ya farzanding bo'ldi, ya bir demang bo'ldi. Ishqib, mush dunyoda sen Xudoning ko'rsatdi qarab tur. Mana hisobini bersa. Qiyomat kuni Allohning oldida sening jannatga kirdig'ingni men bir ko'ray. Aşağıda uchrashimiz. Bunun hesabını alımız sende. Bunda iş yok. Bunun dinki qarindoshlar alımız. Tehdit qilib qaramdan bo'g'lab, qo'ng'oni qisib yonangni sizga. Tehdit qilayotgan gula, mesela qo'ng'onga tushiga tapanchaning o'qini atimiz vaqti kelganda men sanab qo'y, haramdan bo'lgan so'lamchilar. Anangni sizga hech qizlar. Tuy jalabning oldira anangni sizga. Bo'pti qarindoshlar, mana peshinning vaqti bo'lib qolibdi. Men jamoatga bir namoz o'qib beray. Yana keyin ko'rishamiz. Allohga mana salomat bo'linglar.